Na'matak eng shifobaxsh vitaminlarga boy meva hisoblanadi. Undan nima tayyorlashni bilmagan bo'lsangiz, bizga o'xshab sirop tayyorlab qo'ying. Na'matak siropi jigarni tozalaydi, o't tufaydagi axlatlarni, toshlarni yuvib chiqaradi, immunitetni tiklaydi, gripp va viruslardan tuzalishga, qishda immunitetni mustahkam bo'lishiga rosa yaxshi yordam beradi. Na'mataklarni yaxshilab yuvib qaynatib olamiz va ezilgan na'mataklarni sitidan o'tkazamiz va unga novot solamiz. Sovug'ingizni oshirib olmaslik uchun albatta novot solishingiz kerak va ularni chiroyli idishlarga qadoqlab qo'yasiz. Bizda mana shunaqa zaytun yog'ini idishlari bor edi, shularga qadoqlab qo'ydim. Bolalarning immunitetini ko'taradi, jigarini yuvadi, jigar toza bo'lsa ishtahasi yaxshi bo'ladi, bo'yi o'sadi. Xullas kasalliklardan ham tez tuzaladi, kasallik chalinmaslikka ham sabab bo'ladi. Va eng yaxshisi kasal ko'rgani ketayotganingizda bitta shishasidan olsangiz, kasal ichib sizni duo qiladi, immuniteti tiklanadi, sog'ayadi.